Assalomu alaykum. Men Suyundik Shinodir. DES mahsulot cheklangan jamiyat korxonasida elektrotexnik laboratoriya bo'limida muhandis bo'lib ishlayman. Bugungi ko'rsatib o'tadigan apparatimiz F401-02-2-1M markali megaometr bo'ladi. Bu megaometrimizning asosiy maqsadi izolyatsiya qarshiligini o'lchash. Bizga kerak bo'ladigan narsalar megaometrimizning narsalari, shuklari va bugun tekshirib ko'rsatadigan 0.4 kilovoltga mo'ljallangan kabel va texnika xavfsizlik qoidasiga rioya qilgan holatda maxsus pechatka va maxsus oyoq kiyim bo'ladi. Biz megaometrni tekshirib, kabelni tekshirishdan oldin xavfsizlik texnika qoidasiga rioya qilgan holatda maxsus pechatka va maxsus oyoq kiyimni kiyib olamiz. Mana bizda maxsus bosh kiyim, kiyim ham bor. Endi megaometrimizni tekshirib boshlaymiz. Megaometrimizni shuklarini birinchi navbatda ulab olamiz. Megaometrimizni qizil va qora endi shuklari bor. Shuklarimizni ulaymiz. Qizil shupimizni noma'lum qarshilikka ulaymiz, yana RX ga. Megaometrimizning yana bir shubha qora rangda. Uni ham megaometrimizga ulab olamiz. Ulab oldik, yana megaometrimizga endi pitaniya beramiz. Megaometrimizni pitaniya uchun oddiy shupi bor. Megaometrimizga pitaniya berdik. Endi megaometrda ishlashdan oldin, kabelni tekshirishdan oldin nastroykasini to'g'rilab olamiz. Buning uchun bizga megaometrga ulangan ikkita shupimizni, qora va qizil shupimizni ajratgan holatda megaometrimizda izmerение tugmasini bosib cheksizlikka to'g'rilab olamiz. To'g'riladik. Endi megaometrimizning shuklarini, qizil va qora shupini birlashtirgan, ya'ni ulangan holda izmerение tugmasi bilan shkalani 0 ga to'g'rilab olamiz. To'g'riladik. Endi bizda tekshirishimiz uchun 0.4 kilovoltga mo'ljallangan kabelimiz bor. Bu kabelimizni tekshirishdan oldin kabelimizning standarti 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanish berib tekshiramiz standartida va izolyatsiya qarshiligi 0.5 megaohm dan past bo'lishi kerak. Agar past bo'lsa, kabelimiz izolyatsiyasi ya eskirgan va namlangan bo'ladi. Endi 0.4 kilovoltga mo'ljallangan kabelimizni tekshirish standartlari, tartibi. Birinchi, kabelimizni fazalararo tekshiramiz, ya'ni kabelimiz A faza, sariq A faza, B korishneviy malla, C qora deb olamiz va 0 ni ko'k rang deb olamiz. Endi kabelimizni tekshirishdan oldin kabelimizni bir uchini ajratib qo'yamiz. Chunki qarshiligimizga ta'sir qilishi mumkin. Ajratib olamiz. Oldik. Endi kabelimizning bir uchini birinchisi tartibda aytilganidek fazalararo tekshirishni boshlaymiz. Bunda megaometrning shupini birinchi A fazaga ulaymiz. ikkinchi shupini B faziga uraymiz, ya'ni malla karishniga uraymiz.
Yakunlaymiz. Bu fazalar boshqa faza va nollar yaqin kelmasligi kerak bir-biriga. Buni отдельно qo'yamiz bu yerga xavfsizlik uchun. Endi megaometrimizni tekshirib, kabelni tekshirib boshlaymiz. Bunda izbirning tugmasini bosamiz. Hozir bizda A faza va B fazaga nisbatan qarshiligini tekshiryapmiz. Qarshiligimiz 2000 megaohm chiqdi. Yaxshi. Keyin A faza bilan B faza bilan C fazani tekshiramiz. E'tibor beramiz, kabellar bir-biriga tegmasin, bir-biriga yaqinlashmasligi kerak. Buni ham endi hozir B faza bilan C fazaga nisbatan qarshiligini tekshiramiz. Bunda qarshiligimiz ham 2000 megaohm chiqdi. Yaxshi. Endi A faza bilan C fazani tekshiramiz. Yaqin ham kelmasligi kerak. İzmir'in tugmasini bosamiz yana hozir biz A fazaga